alaykum hurmatli obunachilar. Bugun bitta 5 xonali 150 kvadratli xonadonni obzor qilib ko'rsatamiz. Kim terrasali xonadonni lokatsiyasi zo'r, metroni oldida izlayotgan bo'lsa, ana shu insonga mana shu xonadonimizni yuborib qo'yib, bitta lakcha bosib qo'yamiz. Obzor boshlaymiz, qani ketdi. Xo'p. Bu yoq kirish qismimiz bo'ladi. Bu yerdan qarang, stroyni kattagina shkaf qilingan. Domofonimiz bor, 5 xonadan iborat. Bu yoqda общий sanuzlimiz joylashgan. Remonti idealni qilingan, oppoqqina remont qilingan, uyimizga 100% cho'pli pol qilingan. Bu yerda esa yana bitta detskiy xonamiz bor. Xo'p, detskiy xonamiz, bu yerda esa oshxonamiz joylashgan. Oshxonani ko'ryapsizlar. Juda ham prostorni, keng qilingan, 100% cho'pli pol. Bu yerda ochiladigan oyna, polni panorama oyna qilingan. Bu terrasa qismimiz yopiq terrasamiz, lekin hamma oynalarimiz ochiladi. Panorama oyna qilingan va bu yerda o'tiradigan zona qilingan, 6 tali yozgi maza qilib o'tirasiz. Bu yerda ham polni oynalari panorama, bu yerda mangal, barbekyu, tandir, o'choq qilsa bo'ladigan joy ajratilgan do'stlar. Xo'p. Endi bu yoqni ko'rsatib chiqaman. Bu esa zal. Hamma xona alohida razdelniy zalimiz. Bu yerda televizorimiz joylashgan, kondityor bor. Xo'p. Bu yoq esa bolalar yotoqxonasi 2 tali qilingan. O'zining bu yoqda shkafchiki bor. Xo'p, bu yoq esa yana ikkita spalnimiz joylashgan. Bu yana bitta spalni, bular standartdan katta, 1,5 tali qo'yilgan va uyimiz ham kattagina, prostorni keng ham qilingan. Patologimiz ham baland. Bu uyimizda orinchiri metro Hamza Tishmelichini oldida Novostroyga oppoqqina. Bu master spalnimizning o'zida modda sanuzli bor do'stlar. Xo'p, uyimizda 4 ta spalni, bitta zal, katta oshxona plus terrasalari bilan birgalikda do'stlar. To'liq ma'lumot telefon orqali ters. Hammaga rahmat, jonlaringiz sog' bo'lsin.